Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yakkasaroydan yuqtirganlar bormi? Zo'r variant topib qo'ydim. Uyimizda 4-6 so'ta maydonga tushgan. Binoimizning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat metr hisoblanar ekan. Ko'rib turibsizlar, kattagina darvozaxona, naversi ostida o'zini yozgi oshxonalari bor. Bu yoqda o'zini hojatxonalari bor. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, ikki chetimizga yashil maydon uchun joy qoldirib ketishgan ekan. Kattagina qilib fasad qismiga alohida o'zingizlar baho berasizlar. Like ham bosib qo'yinglar, yurechani qizartirib qo'yib, sizlar bilan uy ichini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, azizlar, kiraverishimiz bilan mana shunaqa chiroyligina bitta xollimiz bor. Uyimizda poni to'pli pol asosida siydi. Har bitta xonada radiatorlar qo'yib ketilgan. Xo'p, birinchi bo'lib zaldan boshlaymiz. Zalimizni ham chiroyli qilib, rusuralarni zo'rlaridan tanlab qo'yishibdi. Kattagina zalimizni, ranglari ham chiroyli ekan. Orqada ham havo aylanish uchun joy tashab ketilgan. Zalimizdan chiqishimiz bilan oshxonaga kiramiz. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham yorqin ranglar tanlangan. O'zini hovliga qaragan oynalari bor. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan birinchi qavat uchun sanuzil qilib ketilgan. Kafirlarni ham sifatlilaridan ishlatishda gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan bu yerda bitta ota-onalar xonamiz joylashgan. Buni o'zini alohida sanuzili bor. Xo'p, o'rtoqlar, podval qismini ham bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ketdik. Xo'p, podvalga tushsak, mana shunaqa kattagina koridor shunaqa hol qilingan. Xonalarga kirib ketsa bo'ladi. Birinchi xonamiz mana kinoteatr uchun qilingan ekan bu xonamizni. Aboylarning rangiga e'tibor berasizlar. Aboylar hammasi nemetskiy, rossiyskiy qilingan ekan. Uyimizning yuragi ekan bet. Kotolxona, hamma shart-sharoitlari bor. Zinani ham okam dizaynini yorib qo'yibdilar. Ranglarning kombinatsiyasi juda ham chiroyli. Zina ko'rinib turibdi-da. Ko'p joyda zinalarni oq qilib qo'yishadi. Uyga uyg'un bo'lib ketadi. Ko'rinmay qoladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan mana shunaqa kichkina koridorcha ekan. Xo'p, tepada 3 ta xona joylashgan. Birinchi xonaga kirib ko'ramiz mana, keling. Ota-onalar xonasi o'zini sanuzeliga ega. Ikkinchi xonamiz bu. Bolalar xonasi qilib bersangiz ham bo'ladi. Buni ham o'zini alohida sanuzeliga ega. Azizlar, uy egalari uyimizga 590 ming narx so'rashyapti. Men uy egalari nomerini opisiyaga yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, uyimizni baraka qilinglar. Rahmat kattakon. Charchamanglar.